salonni o'sha yangicha ko'rinishda chiqayotgan Cobalt avtomobilni ham tayyor qilib qo'ydik akamizga. Tablo, tracker 1-2 qo'yilgan. Mexanikasiniki qo'yilgan, lekin avtomat korobkasiniki sal chiroyliroq bo'ladi. Unda temperatura datchik hamma narsasini ko'rsatadi o'zi. Bu mexanikaniki, lekin meni fikrim o'zi avtomat korobkaga avtomat korobkanikini qo'ygan ma'qul edi menimcha. Multimedia cruise control knopkada uстановка qilingan, hamma narsa tayyor, cruise controlda ishlayapti. Podsvetkalar oppoq qilib qo'yilgan polniy salon. Shu smartfon CarPlay varianti USB orqali iPhone ulansa, CarPlay bo'lib ham ishlaydi bu o'zi. Android bo'lib ham ishlayveradi USB orqali ulanganda. O'sha hisobiga podsvetka hamma narsa oq bo'lgan. Endi oyni ko'targan knopkadan qolgan, lekin bab qilinmagan, uni ham birovlar qilib yuborish kerak. Biz bu avtomobilga qo'shimcha qolgan qilinadigan xizmatlarni qilib berganmiz. Bari uстановка qilib berdik. Kanzikdan chexol taqilgan. O'zini shtatniy pultdan qoplaganida oynalarni ko'tariladigan blok qilib berganmiz. Radiatorga shikast yetmasligi uchun setka. Shu germetika qiladigan joylari bor. Sukirmasligi uchun germetikalarni qilib, tayyor qilib, Malibu signallarni uстановка qilib qo'yganmiz. Hamma narsalar ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin. O'zgargan narsalari shu multimedia cruise control knopka, tablo и monitor, podsvetkada bo'lgan. Antiradarlarni uстановка qilib qo'yganmiz. Video registrator uстановка qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Sizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Avtomat korobkanikini qo'ygan yaxshimidi bundan yo mana shu variant chiroyliroqmi deysizlar. Meni fikrim avtomat korobkaniki chiroyliroq. Sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa, Avtokomfort xizmatdan jonli hisobsiz.